Yigitlarga sevgan, yaxshi ko'rgan qizini olib berishmagan, yaxshi ko'rgan yigitiga qizlarni uzatishmagan, bizga to'g'ri kelmaydi degan. Ota-onalar hal qilgan bolalarning taqdirini. Va mana shu yerda chiroyli bitta maqolga ko'zimiz tushdi. Sevmagan inson bilan yashash jonga qasd qilishdir deb nomlanadi bu. Sevmasdan yashash bu qamoqda yashashdek. Bu asta-sekin o'zingizni yo'qotish, yuragingizni, ruhingizni, haqiqiy meningizni so'ndirish demakdir. Bu inson yaxshi, mehribon bo'lishi mumkin, do'stdek. Sizlar birga choy ichasiz, kulishasiz, hatto bolalaringiz, umumiy qiziqishlaringiz, yillar davomida yig'ilgan xotiralaringiz bor. Ammo shom tushgach siz uning yonida yotib, yuragingizdagi bo'shliqni ko'z yosh bilan to'ldira boshlaysiz, chunki u sevganingiz emas. İçingizda nimadir norozilik bilan shivirlaydi. Bu emas. Bu hayot men kutgan hayot emas.